Voy, keyingi mahalladan kirib qolgansiz. Senga muhtojman 123 qismning oldindan ko'rinishida, menimcha, eng xavfli o'zgarish shundaki. Gozal endi faqat Daryodan shubhalanmaydi. U o'z eriga ham ishonmay qo'yishi mumkin. Oldingi voqealarda Daryo Aliga ajrashishni tezlashtirishni aytgan, Gozal esa tushida Alining bolani yana Daryoga olib borib berganini ko'rib, vahimaga tushgan edi. Shuning uchun bu safar mojaro Ali qaysi ayolni tanlaydi degan eski savoldan chiqib ketadi. Masala er-xotin bir-birining bitta gapiga ham hali ishona oladimi, yo'qmi degan joyga borib qolishi mumkin. Buning boshlanishi juda oddiy bo'lishi mumkin. Ali telefonini stol ustida qoldirib, boshqa xonaga chiqadi. Gozal avval unga tegmaydi, keyin ekran yonadi. Laylining ismi chiqadi. Gozal bir necha soniya qarab turadi. Telefon yana jim bo'ladi. Agar bu oldin bo'lganida, ehtimol u e'tibor bermasdi. Lekin hozir Layli bola atrofida juda ko'p ko'rinmoqda. Daryo hamon chaqaloq bilan yashirin bog'lanishni yo'qotmagan. Shu sabab oddiy qo'ng'iroqning o'zi Gozalning ichida boshqa ma'noga ega bo'ladi. U telefonni ochadi. Sevgi xati yo'q. Men seni sog'indim degan xabar ham yo'q. Daryo bilan yashirin romantik yozishmalar topilmaydi, lekin qo'ng'iroqlar bor. Layliga, Daryoga, ba'zilar aynan bola yig'lagan yoki Layli chaqaloq bilan tashqarida bo'lgan paytlarga to'g'ri kelishi mumkin. Gozal sanalarni solishtira boshlaydi. Bir qo'ng'iroq, yana biri, keyin yana. Shu paytda uning uchun faktlarning o'zi unchalik muhim bo'lmay qoladi. U telefon ichidagi bo'sh joylarni o'z qo'rquvi bilan to'ldira boshlaydi. Bu kuni Layli bolani olib chiqqan edi. Ali ham uyda yo'q edi. Daryoga ham qo'ng'iroq bo'lgan. Shundan keyin Gozalga aniq xabar kerak emas, u hikoyani o'zi yigib bo'ladi. Menimcha, eng og'ir joy ham shu. Ishonch yo'qolganda odam dalil qidirmaydi. U shubhasini tasdiqlaydigan mayda narsalarni qidira boshlaydi. Ali qaytib kirganda telefonning joyi o'zgarganini sezish mumkin. U Gozalga qaraydi. Telefonimni ko'rdingmi? Gozal avval indamaydi, keyin ha. Ali nega? Gozal undan uzr so'ramaydi. Aksincha, bilishim kerak edi. Bu yerda men Alining baqirib yuborishini kutmas edim. U telefonni Gozalning qo'lidan olib, shunchaki cho'ntagiga soladi va sovuqroq, yaxshi, deydi. Mana shu yaxshi Gozalni baqiriqdan ham ko'proq bezovta qilishi mumkin. Chunki Ali endi o'zini oqlashga urinmayapti. Layli nega qo'ng'iroq qildi? Bola uchun. Daryogachi. Gaplashdim. Qachon? Ali bir payt kelib, Gozal har bir qo'ng'irogim uchun hisob berib o'tirmayman, deyishi mumkin. Ana shu gap bilan ularning nikohidagi harorat birdan pasayadi. Gozal buni mening savollarimdan charchadi deb emas, boshqa ma'noda eshitadi. Endi mening bilish huquqim ham yo'q. Shu kuni kechqurun Gozal Alining oldiga boshqa savol bilan kelishi mumkin. Bu safar Daryo haqida emas, Layli haqida ham emas. U to'g'ridan to'g'ri, sen yana xato qilishimni kutyapsanmi? Deydi. Ali tushunmaydi. Nima? Gozal davom etadi. Doridan keyin hammasini eslab yuribsan. Bola qancha uxladi, men qachon charchadim, nimani noto'g'ri qildim hammasini. Ali chunki bola haqida gap ketyapti. Gozalning ko'zi namlanishi mumkin, lekin u yig'lamaydi. Yo'q. Sen dalil yig'yapsan. Bu juda og'ir ayblov. Ali darhol, qanaqa dalil? Gozal meni bolaga qaray olmaydi deb aytish uchun. Ali bir necha soniya jim qoladi. Gozal esa bu jimlikdan yana ozcha ma'no chiqaradi. Keyin uni Daryoga berasan. Ali boshini egishi mumkin, chunki aynan shu yerda u nima desa ham yutqazadi. Agar hech qachon desa, o'zi ham bunga ishonmay qolgan bo'lishi mumkin. Agar bolaning xavfsizligi muhim desa, Gozal buni tan olish deb qabul qiladi. Menimcha, ularning eng katta muammosi ham shu bosqichda paydo bo'ladi. Ular bir-birining gapini eshitmayapti. Oldindan qanday ma'no kutayotgan bo'lsa, o'shani eshityapti.
Shu paytda Gozalning yaqinlaridan biri uni ko'rib qolishi mumkin. Ko'zlari osti qoraygan, uyqusi buzilgan, bola yiglasa, darhol o'rnidan sakraydi. Ali telefonini olsa, ko'zini undan uzmaydi, yaqini unga yumshoqroq. Bir necha kunga biznikiga borib dam ol, deydi asl niyat. Yomon emas, u Gozalga uxlash, tinchlanish, o'zini tiklash imkonini bermoqchi. Lekin Gozalning quloqiga bu ham boshqacha kirishi mumkin. Demak, siz ham meni bolaga qaray olmaydi deb o'ylaysiz. Men bunaqa demadim. Unda nega meni bolamdan uzoqlashtiryapsiz? Yaqini tushuntirishga urinadi, hech kim boladan uzoqlashtirmayapti. Gozal keskin javob beradi. Bir marta chiqib ketsam qaytib kelganimda bola shu yerda bo'lishiga kim kafolat beradi? Mana shu gap yaqinini ham jim qoldirishi mumkin. Bu oddiy rashk emasligini u ham tushunadi. Gozal endi bolani yo'qotishni aniq sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqea sifatida kutyapti. U dam olishdan bosh tortadi. Men hech qayerga ketmayman. Yaqini, Gozal, sen o'zingni ham o'ylashing kerak. Gozalning javobi achchiq bo'lishi mumkin. Men o'zimni o'ylaganimda nima bo'lganini hamma har kuni yuzimga soladi. Uning nazarida hamma unga bitta eski xatosini, bir marta charchaganini yoki bolaga noto'g'ri qaraganini eslatib turibdi. Shu sabab u endi xato qilmaslik uchun o'zini yanada qattiq nazorat qiladi. Ammo paradoks shundaki, odam o'zini majburlab uxlamasa, dam olmasa, yordamni rad etsa, keyingi xato qilish ehtimoli kamaymaydi, aksincha ko'payadi. Kechasi esa eng jim, lekin eng og'ir burilish kelishi mumkin. Bola nihoyat uxlaydi. Gozal yotoqqa kiradi. Ali ham keladi. Ikkalasi bir to'shakda yotadi, lekin ortada butun bir masofa bor. Gozal ko'zini yumadi. Bir necha daqiqadan keyin Ali turadi, shkafdan yostiq oladi. Gozal darhol ko'zini ochadi. Qayerga? Ali, boshqa xonada uxlayman. Nega? Bugun urushni xohlamayman. Gozal o'tirib oladi. Demak, endi mening yonimda ham yotolmaysan. Ali charchagan holda, Gozal, iltimos. Bu iltimos ham Gozalga achinishdek tuyulishi mumkin. Daryoning oldiga borasanmi? Ali shu savoldan keyin birinchi marta qattiqroq qaraydi. Ko'rdingmi? Shuning uchun chiqyapman. Va eshikni yopadi. Baqiriq yo'q, ajrashamiz degan gap ham yo'q, lekin menimcha, Gozal aynan shu eshik yopilganda ularning 15 yillik nikohi ilk marta jismonan ham ikkiga bo'linganini his qiladi. Bir xonada Ali, boshqa xonada Gozal. O'rtada chaqaloq. Gozal bir muddat karavotda o'tiradi. Keyin sekin turib bolaning xonasiga kiradi, beshik yoniga o'tiradi. Bola uxlayapti. U juda past ovozda, hamma meni tashlab ketsa ham sen meni tashlab ketmaysan, to'g'rimi? Deyishi mumkin. Bu gapni hech kim eshitmaydi, lekin aynan shu jumla Gozalning qanchalik xavfli hissiy joyga kelganini ko'rsatadi. Chunki bola endi uning uchun faqat farzand emas, u o'zining so'nggi qolgan tayanchiga aylanmoqda. Ertasi kuni Ali Daryodan qo'ng'iroq olishi mumkin. U telefonga qaraydi. Gozal boshqa xonadan buni ko'radi. Ali bu safar qo'ng'iroqni olmaydi, telefonni o'chiradi. Gozal bir soniya yengil tortgandek bo'ladi, ammo keyin o'ylaydi. Men ko'rib turganim uchun olmadi. Shu yerda muammo qanchalik chuqurlashgani bilinadi. Ali Daryoga javob bersa, shubha, javob bermasa ham shubha. Demak, endi Ali nima qilishi emas, Gozal nimani kutayotgani hal qiluvchi bo'lib qolmoqda. Menimcha, 123 qism oxiriga kelib Ali ham bir chegaraga yetishi mumkin. Gozal uning oldiga kelib, telefoningni ber, deydi. Ali bu safar bermaydi. Yo'q. Gozal hayron qoladi. Nima yashiryapsan? Ali juda sokin, hech narsa. Unda ber. Ali boshini chayqaydi. Men aybsiz ekanimni har kuni telefonimni topshirib isbotlab yashamayman. Bu gap Gozalni qotirib qo'yadi. Chunki ilk bor Ali aniq chegarani qo'yadi. U Daryoni tanlamadi, Gozalni ham tashlab ketmadi. Lekin sening qo'rquving mening butun hayotimni boshqarmaydi, degan ma'noni beradi.
va menimcha, aynan shu nuqtadan keyin voqea 3 xil yo'ldan ketishi mumkin. Birinchi ehtimol, Gozal telefonni tekshirishni to'xtatmaydi. Aksincha Laylini kuzatishga kirishadi va chaqaloqning Daryo bilan yashirin uchrashuvini o'zi aniqlaydi. Ikkinchisi, Ali vaqtincha uydan chiqib ketadi. Bu ajrashish emas, lekin bir necha kun boshqa joyda qolishi Gozal uchun Daryo yutdi degan eng og'ir tasdiqqa aylanishi mumkin. Uchinchi ehtimol esa menimcha yanada qiziq, Daryo o'zi Ali bilan aloqani uzishga qaror qiladi. U nikohingni avval o'zing hal qil deydi, ammo Gozal bunga ishonmaydi va ikki odamning jimligini ham yashirin kelishuv deb qabul qiladi. Shu sabab men 123 qismdagi eng og'ir o'zgarishni Daryoning mavjudligida emas, Ali va Gozal bir-birining oddiy gapiga ham ishonmay qolishida ko'raman. Daryo ularning uyidan chiqib ketsa ham muammo qoladi. Layli telefon qilmasa ham muammo qoladi, chunki ishonch bir marta dars ketsa, odam ba'zan haqiqatni emas, qo'rqayotgan narsasini ko'ra boshlaydi va tun oxirida Ali boshqa xonada, Gozal esa chaqaloqning beshigi yonida uxlamay o'tirgan bo'lishi mumkin. Bir uy, bir nikoh, ammo endi ikki odamning orasida nafaqat Daryo bir-biriga ishonmay qo'ygan 15 yillik hayot turibdi. Ali boshqa xonada uxlay boshlagan, Gozal esa chaqaloqning beshigi yonida yolg'iz qolgan bir kechadan keyin. Menimcha, keyingi zarba bu uy ichidan emas, Daryoning o'zidan kelishi mumkin. Chunki shu paytgacha Daryo uchun bolani 5 daqiqaga bo'lsa ham ko'rish katta baxt edi. Endi esa aynan o'sha 5 daqiqalar unga tobora og'irroq botadi. Bir kuni Layli yana chaqaloqni olib keladi. Daryo eshikni ochadi. Bolani ko'radi, lekin bu safar darhol qo'lini uzatmaydi. Layli hayron qoladi. Olmaysizmi? Daryo bolaga qarab turadi. Keyin juda sekin, qancha vaqtim bor? Layli soatiga qaraydi. 20 daqiqa. Menimcha, aynan shu 20 daqiqa Daryoning ichida nimanidir sindirishi mumkin. U bolani bagriga oladi, lekin oldingidek quvonib gapirmaydi. Chaqaloqning yuzini silaydi, keyin Laylining qo'lidagi telefonga. Soatga, eshikka qaraydi. Har daqiqada bir narsa uni eslatib turibdi. Bu uchrashuv unga tegishli emas. Kimdir ruxsat berdi, kimdir vaqt belgiladi, kimdir endi qaytaring desa, u bolani yana topshirish kerak. Bir payt Daryo Layliga, har safar shunaqa bo'ladimi? deb so'rashi mumkin. Layli nima deyishni bilmaydi. Ali aka hozircha boshqa yo'li yo'q dedilar. Daryo yengil kuladi, lekin bu kulgi quvonchli emas. Ali aka uchun har doim hozircha. Mana shu joyda Daryoning Aliga bo'lgan ranjishi boshqa rangga kiradi. U faqat Gozaldan bolani qaytarib olishni xohlamayapti. U Alidan nihoyat bir qaror kutyapti, chunki Ali bir tomondan Gozal bilan yashaydi, ikkinchi tomondan Daryoga yashirincha bolani ko'rsatadi. Layli esa ikkalasining orasida yuradi. Tashqaridan qaraganda Ali hammani yo'qotmaslikka urinmoqda. Daryo uchun esa bu boshqacha ko'rinadi. Ali hech kimni tanlamasdan hammani kutishga majbur qilyapti. Layli, bugun bolani tezroq olib ketishim kerak, deydi. Daryo bu safar chaqaloqni ko'ksiga bosmaydi. Aksincha, o'zi Layliga uzatadi. Bu Laylini battar hayron qoldiradi. Daryo faqat keyingi safar olib kelmang, deydi. Layli, nega? Daryo bir muddat bolaga qaraydi. Men har safar bolamni og'irlangandek ko'rishni xohlamayman. Mana shu jumla menimcha Daryo uchun juda katta burilish. Oldin u faqat ko'rsam bo'ldi degan joyda edi. Endi esa tushunyapti, ba'zan ozgina berilgan narsa odamni tinchlantirmaydi. Aksincha, yo'qotayotgan narsasini yanada aniqroq his qildiradi. Layli uni tushunadi, lekin Daryoning oilasi bu uchrashuvlar haqida bilib qolsa, ularning munosabati yanada qattiq bo'lishi mumkin. Yaqinlardan biri Laylining bolani olib kelganini ko'rib qoladi. Daryo uyga kirishi bilan savol keladi. Bu yana davom etyaptimi? Daryo darhol himoyaga o'tmaydi. Bolani ko'rdim, xolos. Gozal biladimi? Daryo jim. Shu jimlikning o'zi javob. Yaqini jahldan ko'ra qo'rqib gapirishi mumkin. Daryo, sen nima qilyapsan? Men bolamni ko'ryapman. Yashirincha.
Daryo boshqa yo'l qoldirishmadi. Lekin bu safar yaqinlari uning qarshisida emas, ular ham Daryoning bolani sog'inganini tushunadi. Muammo boshqa. Bir kun Gozal bu uchrashuvlarni bilib qolsa, u Daryo bolamni yashirincha olib ketgan deb aytishi mumkin. Layli aralashgan, Ali bilgan, Daryo bolani qabul qilgan. Qog'ozga yozilganda esa hissiyotlar yo'qoladi, faqat faktlar qoladi. Yaqini shuning uchun ertaga aynan shu uchrashuvlarni senga qarshi ishlatishsa nima qilasan? Deb so'raydi. Daryo birinchi marta bunga jiddiy qarashi mumkin, chunki u o'zini ona sifatida haq deb biladi. Lekin haq bo'lish har bir usul to'g'ri degani emas. Bu farqni Daryo asta-sekin tushunyapti. Keyingi kuni Layli ham o'z qarorini chiqarishi mumkin. Ali unga yana "bugun olib borib kel" deydi. Layli bu safar darhol xo'p demaydi. Ali aka, men boshqa qilolmayman. Ali hayron, nima bo'ldi? Layli gapini aniq aytadi. Bir marta yordam berdim. Daryoga achindim, lekin har kuni Gozalning ortidan bolani olib yuradigan odam bo'lolmayman. Ali, men javobgarlikni olaman. Layli boshini chayqaydi. Gozal bilib qolsa, javobgarlikni siz olasiz, lekin uning ko'ziga men qarayman. Bu gap Alini jim qoldirishi mumkin, chunki Layli birinchi marta o'zini bu mojarodan chiqarishga urinmoqda. U na Gozalning dushmani bo'lishni istaydi, na Daryoning vositasi, na Alining yashirin rejasini bajaruvchi. Menimcha, aynan shu odamning chekinishi Aliga juda katta muammo tug'diradi. Chunki Layli bo'lmasa, Ali endi Daryoni bir oz tinchlantirib turadigan yashirin yo'lidan ayriladi. Va Daryo ham endi o'sha yo'lni xohlamaydi. Shundan keyin Ali Daryoning oldiga o'zi borishi mumkin. U biror yangi reja bilan kelmaydi, faqat gaplashish uchun. Daryo choy ham taklif qilmasligi mumkin. Layli kelmaydi, deydi Ali, bilaman. Sen aytdingmi? Ha. Ali bir oz ranjiydi. Daryo, hozir imkoniyatimiz shu edi. Daryo darhol, kimning imkoniyati? Ali tushunmaydi. Daryo davom etadi. Sizningmi? Menikimi? Gozalnikimi? Uning ovozi baland emas, lekin bu safar so'zlari juda aniq. Men bolani ko'rishim uchun har safar Gozalni aldashimiz kerak bo'lsa, bu imkoniyat emas. Ali, unda nima qilay? Daryo aynan shu savolni kutgan bo'lishi mumkin. Qaror qiling. Ali, nimani? Daryo endi gapni yashirmaydi. Men sizdan menga uylaning demayapman. Bu Ali uchun kutilmagan bo'lishi mumkin, chunki u Daryoning talabini yana nikohga bog'lashdan qo'rqardi. Daryo davom etadi. Men sizdan Gozalni tashlang ham demayapman. Bir oz sukut. Men faqat bolani ko'rishim uchun yashirin eshik qoldirmang. Ali unga qaraydi. Daryo, yoki meni ochiqchasiga bolani ko'radigan odam sifatida tan oling, yoki Layli orqali umid berib yurishni to'xtating. Bu gap Alini juda qiyin joyga qo'yadi, chunki u shu kungacha aynan oraliq yo'l bilan yashab kelgan. Bir tomonni butunlay yo'qotmaslik uchun ikkinchi tomonga ozgina beradi. Gozalga, uy, Daryoga uchrashuv. O'ziga esa vaqt. Endi Daryo vaqtni ham rad qilyapti. Menimcha, bu yerda Ali ilk bor jahli chiqishi mumkin. Hammasi bir kunda hal bo'lmaydi. Daryo ham darhol javob beradi. Men bir kun kutmadim. Bu gap og'ir. Homilador bo'lganimda kutdim. Bola tug'ilganda kutdim. Uni qo'limdan olishganda kutdim. Endi har safar 20 daqiqani ham kutamanmi? Ali javob topolmay qoladi. Bu Daryoning eng kuchli joyi bo'lishi mumkin. U Alini meni tanla deb siqmayapti. U faqat o'zini yashirin odam sifatida qabul qilishdan bosh tortyapti va menimcha, shu o'zgarish Ali uchun Daryoning yiglashidan ham xavfliroq, chunki yiglayotgan Daryoni tinchlantirish mumkin edi, qaror qilgan Daryoni esa. Yo'q, Ali uyga qaytganda Gozal uning yuzidagi o'zgarishni sezishi mumkin. Qayerda eding? Ali bu safar yolg'on gapirmaslikka qaror qiladi. Daryo bilan gaplashdim. Gozalning yuzi birdan qotadi. Oldin Ali yashirganida, u nega yashirding?
derdi. Endi Ali rostini aytyapti, lekin bu ham uni tinchlantirmaydi. Nima haqida? Ali biroz o'ylaydi. Bola haqida. Gozal kulib yuborishi mumkin, albatta. Mana shu bir so'z ularning nikohidagi butun achchiqlikni ko'rsatadi. Gozal endi Ali bilan Daryo o'rtasida gap bo'lishi mumkinligiga ham chidamay qolgan. Ali u bolani yashirincha ko'rishni xohlamayapti. Gozal bir soniya jim qoladi. Keyin, demak, endi ochiqchasiga olmoqchimi? Ali bunaqa demadi. Gozal unda nima dedi? Ali javob berishdan oldin juda qisqa sukut qiladi. Gozal o'sha sukutni ham ko'radi. Unga huquq kerak, shundaymi? Ali u bolani yashirincha ko'rishni to'xtatmoqchi. Gozalning ichida ikki xil hissiyot paydo bo'lishi mumkin. Bir tomondan, bu yaxshi xabar, demak, Daryo endi Layli orqali bolani olmaydi. Ikkinchi tomondan esa bundan ham kattaroq qo'rquv bor. Daryo endi yashirin uchrashuv bilan qanoatlanmayapti. Bu nimani anglatadi? Ochiq uchrashuv, hujjat, rasmiy talab. Gozalning fikri yana tez yugura boshlaydi. U Aliga, sen unga nima deding? deb so'raydi. Ali, hali hech narsa. Gozal shu zahoti, demak, o'ylayapsan. Bu yerda Ali ham charchashi mumkin. Gozal, men bolani o'ylayapman. Gozalning ovozi pasayadi. Yo'q, sen Daryoni qayerga joylashtirishni o'ylayapsan. Mana shu gapdan keyin yana janjal boshlanishi mumkin edi, lekin men 123 qism oxirini bu safar janjal bilan yopmagan bo'lardim. Aksincha jim qaror bilan. Tun. Ali yana boshqa xonada. Gozal esa telefonini olib bir joyga qo'ng'iroq qiladi. Kimga ekanini ko'rmaymiz, faqat uning gapi eshitiladi. Ertaga siz bilan uchrashishim kerak. Narigi tomondan nimadir so'rashadi. Gozal javob beradi, bola haqida. Shu paytda boshqa uyda Daryo ham stolga qog'oz qo'yadi. Yaqini, bu nima? Daryo, men endi yashirincha uchrashmayman. Unda nima qilasan? Daryo qog'ozga qarab, avval nimaga haqqim borligini bilib olaman. Va menimcha 123 qismning eng yaxshi yakuni aynan shu ikki kadr bo'lishi mumkin. Bir tomonda Gozal, ikkinchi tomonda Daryo, ikkalasi ham bir kechada bir xil qarorga kelgan. Endi hech biri Layli yashirin telefon yoki 20 daqiqalik uchrashuvlar orqali yashashni xohlamaydi. Eng qizigi, Ali bundan hali to'liq xabardor emas. U hanuz ertalab turib, yana ikki tomonni tinchlantira olaman deb o'ylashi mumkin. Ammo tongda vaziyat butunlay boshqa bo'lishi ehtimol. Daryo ochiq huquq talab qiladi. Gozal o'z tomonini himoya qilishga tayyorlanadi. Layli esa o'rtadan chiqadi. Shunda Ali uchun avvalgidek oraliqda turadigan joy qolmaydi. Agar voqea keyingi qismda davom etsa, men 3 ta kuchli ehtimolni ko'raman. Daryo rasmiy ravishda bola bilan ko'rishish huquqini so'rashi, Gozal bunga javoban Alining Daryo bilan yashirin uchrashuvlarini ochib tashlashi yoki eng kutilmagani, Ali ikkalasiga ham yoqmaydigan, lekin bola uchun zarur deb hisoblagan 3-qarorni chiqarishi. Shu sabab 123 qism oxirida men uchun savol Ali kimni tanlaydi? Emas, savol boshqa. Ali nihoyat o'zi qaror qiladimi yoki Gozal bilan Daryo undan oldin qaror chiqarib bo'ladimi? Sizningcha, Daryo to'g'ri qilyaptimi? Bolani 5-10 daqiqaga yashirincha ko'rishdan voz kechib, o'z o'rnini ochiq talab qilish kerakmi yoki bu qadam mojaroni battar kuchaytiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Senga muhtojmanning keyingi voqealarini birga kuzatamiz, chunki bu safar yashirin eshik yopilyapti. Uning o'rniga esa hamma ko'rib turgan katta eshik ochilishi mumkin.